2026-yilning 1-yanvaridan O'zbekiston sharoitida EcoSticker, ya'ni ekologik transport tizimi kuchga kirmoqda. EcoSticker rangi mos kelmaydigan hududga kirganda haydovchilarga tegishli tartibda jarimalar qo'llanadi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakat xavfsizligi xizmati matbuot kotibi Zoir Yo'ldoshev ma'lumot berdi. Mutaxassis jarimalar miqdori va ularning qo'llanishi tartibiga aniqlik kiritmadi. EcoStickerlar 3 xil: yashil, sariq va qizil rangda bo'ladi, dedi Zoir Yo'ldoshev. Dastlab mashinasi sariq yoki qizil stiker olgan haydovchi stikerlar rangini o'zgartirish huquqiga ega. Mamlakatimizdagi barcha hududlarda diagnostik markazlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Sariq yoki qizil stiker olgan fuqarolar transport vositalarini shu diagnostik ko'rikdan o'tkazib, stikerlari rangini o'zgartirishi mumkin. Masalan, qizil stikerli avtomashinalar toza hududga kirmoqchi bo'lganida bevosita xabari berib boriladi. Chunki transport vositalari to'g'risidagi ma'lumotlar va hisobotlar yo'l harakat xavfsizligi tizimida elektron tarzda yuritib boriladi. Bu borada yagona elektron tizimi mavjud. Bugungi kunda markaziy shaharlarning aksariyat qismida dasturlashtirilgan kameralar va kuzatuv imkonini beruvchi boshqa vositalar mavjud.